Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Saodatning sabablari deb nomlanadigan darsimizni bugun 21-si. 21 sabab namozga shoshil. Hayya alas sola. Namozga shoshil. Biz qanaqa zamonda yashayapmiz, birodarlar? Biz g'alva, g'am tashvish, siqilish, bunaqa narsalar har zamonda ham bo'lgan, lekin bizni davrimizga kelib turib bu narsalar ko'payib, tezlashib ketganga o'xshaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innalloha ma'as-sabirin. Ey iymon keltirganlar, sabr bilan, namoz bilan mendan madad so'ranglar. Albatta Alloh sabirlar bilan birgadir. Insonda boshiga musibat kelganda, qo'rquv kelganda, xavotir kelganda, vahima, siqilish kelgan paytda nima qiladi? Kimdir mana shu narsadan qutulish uchun ichadi. Kimdir chekadi, kimdir uxlab oladi, kimdir boshini qumga tiqib oladi. Mo'min odam nima qiladi? Alloh azza va jalla aytayapti, agar sizlarga mana shunday bir xatarli holat, qo'rquv, xavotir, vahima, siqilishlar keladigan bo'lsa, namozga turinglar. Birodar, agar qalbing torayib ketsa, ishlaring qiyinlashib ketsa, makr ko'payib ketsa, namozga shoshil, namoz o'qi. Agar kunlaring qorong'ilashib ketgan bo'lsa, tunlar o'zgarib ketsa,